Assalomu alaykum birodarlar. Yangilik so'raganlar uchun oldilariga to'rni qo'yib qo'yib, yangilik deb sotilayotgan ko'ylaklarimizdan bor. Materiali selin bo'ladi. Razmerlari 48 dan 50 gacha standart tushadi. Narxi ham 48 ming so'm. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramga zakaz so'rayasizlar. Uzunroq fasl so'raganlar uchun uzunrog'i bor. Bularni ham sizlar uchun 48 ming qilib beramiz. Bularda ham materiallar bir xil, prostoy shtamplar aralash. Yangilik yana bellar qisiladigan ikkala yoni desalar, varaqli ham bularimiz ham bor. Bularni ham 48 ming qilib beramiz. Bu ham 48 dan 50 gacha razmerga tushaveradi. Bu ham materiali selin, shtamplar aralash. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramga o'tib zakaz so'rayasizlar. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar. Rasvetkalar har xil qilib dastavka qilib beramiz. Telegramga o'tsangiz, bundan tashqari yana boshqa narsalarimiz ham bor. Assortimentni ko'ryapsizlar pastda. Bu manzil so'raganlar uchun Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi bozor. Haftani dushanbadan tashqari har kuni bo'ladi. YouTube uchun alohida video qilmagan ekanman, hozir esga tushib ketdi. Mana shu hammasi bitta klientimizning zakazlari. Mana shunaqa zakazlar har xil bo'ladi. Kiyim, ko'chak, ko'ylaklar aralash bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, tashlayverasizlar. Zakazlarni Telegramga o'tib, mana rasvetkalarni har xil qilib olib beramiz. Shunaqa qilib bittaga yig'ib, keyin uni hammasini ajratib alohida qilib, qoplab, dastavka qilib beramiz. Bemalol Telegramga o'tib zakaz so'rayasizlar. Seshanba kunga zakaz olyapmiz. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar, hammasi har xil bo'ladi. Xohlasangiz bir xil qilib beramiz. Ba'zi klientlarimiz bir xil bo'lishini xohlaydi. Bu video qilib har bittasini Instagramga qo'yib beramiz, Telegramga yuklab chiqarayotganimiz. YouTube'ga endi mana videoga mana shu qo'shib qo'yaman. Zakaz so'rayapsizlar. Telegramga o'tib zakaz so'ranglar Telegramga.